Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Bugun FK Mobile'ning yangi videoni ko'rsataman va bir qancha dara paketlarini ochaman. Birinchi bu o'yin kirishinglar bilan 7 kunlik, 5 kunlik ketmagan sovg'a beryapti. Bugun shu taraf bergan, men bunga paket bo'ldim. Bitta ko'rib turibsizlar, yangi Narskin 5 kunlik, bundan 1 kundan 4 kungacha draft beradi va oxir kunda 114 o'yinchilarni 4 ta rank up qilib berar ekan. Ana bundan chiqdik. Hozir ko'plar yangi tuxum chiqqan, unga hozir ko'pchilikda pak ochadi. Mana hozir hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Короче, sabitcha bo'lib kirasizlar, zadaniya. Bu yerda mana o'yinlar turadi-yu, shularni bitirganlardan keyin tuxum beradi, boshqa joylardan ham beradi. Masalan, hozir ko'rsataman. Masalan, mana bu yerda. Bu yerda tuxum любой joydan berishi mumkin. Ozgina qaraysizlar. Keyin bularni обмен bo'limiga o'tib, mana ikkinchisi pasxa sbor яиц turibdi. Mana bu yerdan bilet pasxalnovo яйцani bosamiz. Ko'rib turibsizlar. Menda hozir ikkita bundan, bitta ochganman bundan oldin. Bu yerda обмен qilaverasizlar. Keyin so'ng transplash yo'nalishida bu yerda o'yinlarni o'ynamaganmiz. Keyin hozir bu yerda bitta divizion rais matchida yut va keyin 10 tugu. Hozir bu yerda yutsam va 10 tugu ursam bitta tarafga beradi va unda pak ochamiz. Anvar degan brat bilan tushunman. Akkauntlari 121 ekan. Yomon emas, yaxshi. Qani akkauntlarimni ko'ramiz. Menga kecha video tushgan. Agar oldingi videomni ko'rgan bo'lsanglar, ularga ham video tushibdi, yaxshi. Agar bugun nasib qilsa 117 bel sho'si zo'r bo'lardi. Robot. Yaxshi bakka. Reshort. O'zimiz ko'p ko'ramiz va o'tib ketolmadik kafodan. Bappe va Toruch. Va Beshutor. Va bu ham golmi? Gol. 6-5. Bular ham yaxshi o'ynayotganlar, ko'p gol urarkanlar. Lekin bizdan o'tib ketolmayaptilar. 8-6. Mana chutdik. Reshortga Bappena gol. Va 13-11 hisobga yetdik. Mana tuxumli ochilibdi. Mana hozir yana bitta joy ko'rsam sizlarga. Bitta divizion match bilan ikkita narsani oldik. Va bu yerdan ikkita draft paketini oldik. Va mana
Botdan bitta yutsanglar, ikkita, uchta keltiradi shunaqasi. Yutsa emas, bitta o'ynasa. Kaprizotdan sarı tuxumni oldik. Daraxt paketini ochamiz. Ochamiz. Qutuda hech kim tushmadi, yana bitta. Yana bitta. Bu yerda to'rtta bor ekan. Yaxshi. Ana bergan joyga men 113 Guerreroni tushirdim. Va fragmentni ko'rib 280 ta bo'ldi. Ya'ni 20 tadan keyin agar yig'olsam, shu 20 tadan tezroq kurtuvga kartani olaman. Kurtuv puli 200 cm bo'y. Bunda tashqari statistikasi ham vashshi bomba. Va yana bir gap hozir. Xronika bo'limida bugun men Meksika savol javoblarini oxirgi kun bo'lib o'tgan va bu yerda oxirgisini bilmayotganlar uchun birinchisi A bo'ladi, ikkinchisi B bo'ladi, uchinchisi C bo'ladi, to'rtinchisi ham B bo'ladi, beshinchisi ham B. Esida olgan bittaman. Endi bu yerdan chiqamiz. Va Angliya keladigan bo'lsak, bu yerdan bugun ikkinchi kunniki Harry Kane. Bu yerdan 3 ta fragment oladigan bo'lsak, haftan Steven Gerrard kartini olishga harakat qilib ko'ramiz. Yaxshi o'yinchi bu ham. Essini almashtirmasam yaxshi o'ynamayapti. Bundan tashqari Bellingham kartalari bor. Charltonga maslahat beraman. Vashshi zo'r o'ynaydi, 5 ga 5 oyoq undan tashqari. Va bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.